Farg'ona viloyatida qurilish sohasida davlat nazorati ishlari izchil olib borilmoqda. Uchko'prik tumanidagi Bog'iboston mahallasida jami 15 ta 7 qavatli 861 ta xonadonli turar joy binolari qurilmoqda. Hozircha 3 ta uyda o'tkazilgan monitoring davomida ayrim qoidabuzarliklar aniqlandi. Jumladan mas'uliyat cheklangan jamiyati pudratchi sifatida ishtirok etayotgan mana bu binoda loyihada ko'rsatilgan armaturalardan foydalanilmaganligi ma'lum bo'ldi. Yana bir mas'uliyat cheklangan jamiyat qurayotgan ko'p qavatli uyda ham loyihada belgilangan markadagi g'ishtlar o'rniga past sifatli g'ishtlar ishlatilganligi aniqlandi. Bugungi kunda olib borilayotgan nazorat tadbirlarimiz Uchko'prik binokor elit MCHD tomonidan qurilayotgan 7 qavatli turar joy binosida bo'lib o'tyapti. Ishchi loyiha hujjatlarida g'isht tiklash ishlarida klassik setkadan foydalanish ko'rsatib o'tilgan bo'lsa-da, ushbu klassik setkadan foydalanilmasdan qurilayotganligi aniqlandi. Inspeksiya tomonidan joyida bartaraf qilib, buzdirish ishlari olib borilib, kamchiliklar bartaraf qilindi. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha mas'ul shaxslarga ko'rsatmalar berildi. Sifatsiz ishlar buzdirildi va talabga javob bermaydigan g'ishtlar obyektdan chiqarib tashlandi. Prezidentimizning 2025-2027 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori doirasida viloyatda bir qator obyektlar qurilmoqda. Qo'qon shahridagi Noib ko'prigi mahalla fuqarolar yig'inida 8-maktab binosi loyiha doirasida qisman buzildi. O'rniga 4 qavatli o'quv binosi qurilyapti. Biz bir smenada o'qiymiz. Hozirgi kunda mana maktabimizga qo'shimcha bino kiritildi. Bu qo'shimcha bino 840 o'rinli bo'lib, albatta bu o'quvchilarning ta'limiga, ya'ni ta'lim tizimiga kattakon foyda beradi degan umiddaman. Jamoamiz nomidan, mana shu xalqimiz nomidan, mana shu ta'lim tizimiga ko'rsatayotgan e'tiborlari uchun davlat rahbarimizga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Chodaklik mahallasida qiymati qariyb 1.9 milliard so'mlik 120 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi binosi bunyod etilmoqda. Bugungi kunda obyektni ichki pardozlash ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, Danagrad tumanining Teliming mahallasidagi 4-maktabda rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida 120 o'rinli binoda ta'mirlash ishlari davom etyapti. Qo'shimcha 660 o'rinli yangi 4 qavatli bino hamda mini stadion qurilmoqda. Qurilish ishlari davomida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sanadan boshlab doimiy nazorat ishlari olib borilmoqda. Davlat nazoratini olib borishda buyurtmachini texnik nazoratchisi, loyihachining mualliflik nazoratchisi va pudratchining ichki nazoratchisini doimiy nazoratda olib borilmoqda ishlar. 35 ta monitoring o'tkazilgan holatda 65 ta bajarilishi majburiy bo'lgan. Yozma ko'rsatmalar berilgan. 57 ta kamchiliklar aniqlanib, barchasi o'z muddatida bartaraf qilingan. Loyiha qiymati 3.4 milliard so'm bo'lgan bunyodkorlik ishlarida 45 nafar ishchi mehnat qilmoqda. Yangi binoda ichki pardozlash, bo'yoqlash va fasad ishlari yakuniy bosqichda. Viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi har bir obyektdagi ishlar sifati ustidan monitoring yuritmoqda.